Assalomu alaykum, men mehribon jonlarim, yaxshi dam oldinglarmi? Yomg'ir shunaqa zo'r yog'adi. Bugun bu hafta polностью yomg'ir ekan. Allohning marhamati. Bizda har holda yurtimizda hamma fasl o'zini vaqtida o'zinikini qiladi. Bahorda gullaydi, yomg'ir yog'adi, qishda qor yog'adi, sovuq bo'ladi, yozda issiq bo'ladi, jazirama. Ko'p davlatlarda bor yil 12 oy faqat sovuq yoki bor davlatlar yil 12 oy faqat issiq, yomg'ir ham yog'maydi. Saharlikda UzRepost ko'rsatuvda ko'rasizlarmi, domlalar chiqib gapirishadi, ko'rsatuv saharlikda, iftorlikda qaytarishadi. O'sha yerda ilm olish haqida juda chiroyli ma'ruza qildilar deb shayximiz menimcha. Hozirgi shayximiz ismlarini bilmayman. Shunaqa chiroyli ma'ruza qildilar, dunyoviy